Assembly will hear an address by His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro hamjihatlik, ochiq muloqot va yaqin sheriklik tarafdoridir. Biz xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, umumbashariy maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida o'z hissamizni qo'shishga doim tayyormiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yubiley anjumani 80-sessiyasi bilan sizlarni qutlashdan mamnunman.